Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston terma jamoasi va Paxtakor hujumchisi Igor Sergeyev yana legionerga aylanishi mumkin. Eronlik jurnalist va sharhlovchi Adil Firdousining ma'lum qilishicha, Tehronning Persepolis jamoasi Sergeyev bilan og'zaki kelishuvga erishgan. Bu ma'lumotni Eronning Futbol 360 Live nashri ham tasdiqladi. Igor ushbu mavsum Paxtakor tarkibida umumiy 34 ta o'yinda maydonga tushib, 24 ta gol urdi. Shu bilan birgalikda Superligada mavsum to'purari bo'lishga yaqin turibdi. Po'lat va O'zbekiston milliy terma jamoa darvozaboni O'tkir Yusupov Narzulla Saydullayev kanaliga O'zbekiston Superligasiga qaytishi borasida fikr bildirdi. Navbahorga qaytishim borasida hozircha gap so'z yo'q. Po'lat bilan yozgacha shartnomam bor. Agar mabodo Po'lat qo'yib yuborsa, o'yin amaliyotiga ega bo'ladigan jamoaga o'tishim kerak. Chunki jarohatdan endi qaytyapman va oldimizda jahon chempionati bor, deb fikr bildirdi Yusupov. Eslatib o'tamiz, O'tkir Yusupov Eron va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan Kafa finalida jarohat olgandi. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 turnirining 5-turi doirasida Andijon o'z uyida Turkmanistonning Arkadak klubini qabul qiladi. Mazkur bahsda jamoalar qanday liboslarda harakat qilishi ma'lum bo'ldi. Bugungi o'yinda vakillarimiz qizil formada, raqib jamoa esa ko'k formada maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da start oladi. Ma'lumot uchun burgutlar ayni paytda B guruhi turnir jadvalida 4 ochko bilan 3-o'rinni egallab turibdi. Arkadak esa 3 ochko to'plab so'nggi pog'onada bormoqda. UEFA Chempionlar Ligasining 5-turidan o'rin olgan bellashuv o'z nihoyasiga yetdi. Josep Guardiola boshchiligidagi Manchester City o'z uyida Germaniyaning Bayer klubini qabul qilib, 2-0 hisobda alamli tarzda mag'lubiyatga uchradi. Hamyurtimiz va terma jamoamiz a'zosi hisoblangan Abduqodir Husanov bellashuvni asosiy tarkibda boshlab 65 daqiqa harakat qildi. Birinchi bo'limning 23-daqiqasida Alejandro Grimaldo himoyachilarning xatosidan unumli foydalanib, o'yindagi hisobni ochdi. 54-daqiqada esa Patrik Shik farqni 2 ga yetkazib, jamoasi muhim g'alabani qo'lga kiritishda katta hissa qo'shdi. Ushbu o'yinda Abduqodir Husanov o'yinni yaxshi boshladi. Qanot himoyachisi sifatida hujumkorlikka e'tibor qaratdi. Zaxiraga olingunga qadar Cityning eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'ldi.